meni uylantirib, jo'nalarim uylangan. Nechaga kirding? 20 ga. Bizlar arangiga 35 ga kirib uylanganmiz. Hali senga vaqt yo'q-ku. Sen bu bo'yicha meni baxtimga to'g'anoq bilabsanmi? Hozir seni men bir gazlayman. Ketdim men. Jo'rabek aka. Ha. Sami telpab aka. Ha. Ana shu sizni xotiningizga qarab gap o'tyapti. Meni xotinimgami? Ha? Mashinaga qilaman telpak to'g'ri. Sen meni xotinim. Kelib Hamsani xotinga gap otasizmi? Uyga boraymi? Maydalab tashlayman. Uning qulumcha, endi mazang o'chiraman. Voy jo'ra, uni qarasang bo'lmaydimi? Talqida o'lan buzib beraydi. O'ylangni nima buzadi? Dada, bitta gap aytsam ishonmaysiz. Ayamga qarab gap o'tyapti. Ashnacha gaplar aytib. Endi sen mana eshit. Samarqand sentridan Zuhal guruh domlari qurilibdi. Ana shu yerdan bitta uy olasan, qochib ketasan, qutulasan. Bu maydachani men juda yaxshi bilaman. Bundan bo'lsa qutula olmaysan. Mana qutulasan. Jumanazar loyihamiz Samarqand shaharining markazi vokzal hududida joylashgan. 12, 14, 16 qavatli ta'mirlangan holatda patkunish topshiramiz. Zo'r tomoni barcha qavat narxi bir xil. Va bu uyimizni olsangiz, olmasangiz ham bir xonali uy yutib olishingiz mumkin. Qanaqa? Sharti juda ham oddiy. 10-aprel kuni kechga 20:00 da manfaatli taqdimot qilyapman. Mana shu taqdimotga kirib to'liq ma'lumot olsangiz bo'ladi va ertasi kuni 11-apreldan ofisimizga kelib, bir xonali xonadon yana qo'shimchasiga 3 milliardlik sovg'alardan birini egasi bo'lishingiz mumkin. To'g'ri, boshlang'ich to'lovi ham yo'qmi? Boshlang'ich to'lovsiz yana 60 oyga beryapmiz. Bo'lmasa menga ham bitta dom bering, mana shu kishini qo'shnisi bo'ladi. Hay, inaningni. Ketib qo'yma dedim, uni ko'ra o'tibdi. Qo'tirgan o'zi oyog'ini urib sindiraman. Bolani oyog'iga urib bo'lmaydi, oyog'i ishlamay qoladi. To'ppa-to'g'ri, qayerga ursak o'sha joy ishlamaydi. Onam bizani yoshligimizga nima uchun dars o'qima deb kallamizga uraydilar. Keyin kallang nima uchun ishlamabdi deb yana kallamizga uraydilar. Ana ovsin sasiy yo'ta, bir ish qilay demaydi. Ovsin degani opa singilday degan gap. Mana onamni topib beringlar. O'zingiz yaqinda ovsinni margumush berib o'ldiraman devdingiz-ku. Iflos arzirdi-da. Kecha o'g'lim uydan besuruq chiqib ketganiga jahl ustida bir shapat qo'yib yuboribman-da. Bu shapatlab urma, qo'lingiz og'riydi. Onamga o'xshab choynak bilan oting. Chadan qo'y. Kecha bog'cha borayotgan bolamni bozorga olib chiqsam, o'zim tanlayman deydi. Qo'yib bering bolani. O'z ixtiyoriga qo'ying. Onamni ishlarga farishta kira oldimmi? O'zi tanlasin. Ona o'zim qo'liga krossovka olsam bo'ladimi? Men aytganimda olasan tuflini. Erim ishlamaydi, ro'zg'orga ham qaramaydi bir mundoq. Unday demang, shukr qiling. Yurami ozgina kam tilla olib berganlarga orzu havas ko'ra olmayapmiz deb Rossiyaga jo'natib yubordik, dadammi? Hamma patika kiyilgandan yirtilsa, siz patikalar bizlarga o'tgandan yirtildi-ya. Hayvon mol eshak o'tirdi demasang uyga. Bolani so'kib bo'lmaydi, unaqa mol, pol deb. Agar shu so'kish bo'lmasa, men bachalarimni erkalatgan ekandirman, ha?